Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz muhim bo'lgan kimyoviy jarayonlardan biri gidrotozalash jarayoni haqida o'rganamiz. Gidrostatika ham deb ataladi. Gidrotozalash jarayoni, ya'ni birlamchi benzin tarkibidagi yoki dizel tarkibidagi oltin gugurtli, azotli yoki kislorodli birikmalarni vodorod sulfid, suv yoki ammiak holatiga o'tkazib tozalash. Ya'ni kislorod, oltin gugurt, azot o'sha birlamchi mahsulotimizda, benzinda yoki dizelda birikma holatda mavjud bo'ladi. Ya'ni radikalga birikkan yoki gidroatom holatda mavjud bo'ladi. Xuddi piridin, pirimidin yoki furol kabi yoki tiofin kabi moddalar kabi mavjud bo'ladi. Ya'ni birikma holatda bo'ladi. Uni biz reaktorda maxsus katalizatorlar bilan, molibdeniy kobalt katalizatorlar bilan parchalab o'sha oltin gugurtni vodorod sulfidga, azotni ammiakka, kislorodni birikmalarni suv holatiga o'tkazamiz. Ya'ni vodorod bilan birgalikda bo'ladi reaksiya. Natijada gazlarni biz o'sha mahsulotimizdan suyuq mahsulotimizdan ajratib olamiz. Jarayon mana bu yerdan boshlanadi. Ya'ni birlamchi mahsulotimiz benzin derkan bo'lsa, keladi, yig'iladi, yig'uvchi tank hisoblanadi. Ma'lum bir qismi nasos orqali haydaladi. Natijada mahsulot mana bu yerda teplomnikka borib qiziydi, qisman qiziydi va pechga boradida yuqori haroratda 150-200 gradus atrofida qiziydi. Mana bu reaktorimiz, asosiy qurilmamiz reaktorga kiradi va bu yerda katalizator ishtirokida aytib o'tgan reaksiyamiz, ya'ni gidrotozalash reaksiyasi amalga oshadi va natijada mahsulotlar hosil bo'ladi. Vodorod sulfid, ammiak, suv va toza mahsulotimiz. Natijada mana bu yerda o'z issiqligini beradi. Reaktordan chiqqandan keyin reaksiya ekzotermik, ya'ni issiqlik chiqish bilan boradi. Mahsulot qiziydi qisman. Bu yerda issiqligini berib, qisman soviydi va bu yerda yana havo bilan sovutish qurilmamiz yana soviydi. Separator qurilmamizga boradi. Asosiy qurilma hisoblanadi. Separator qurilmamizda mana pastki qismida suv yig'iladi mana bu yerda. Chunki suv zichligi yuqori bo'ladi va pastga yig'iladi mana. Mana chiqqanda suv sifati bo'ladi buni. Yuqoridan esa gaz fazi, ya'ni ma'lum bir resaykl gaz deydi, vodorod bo'lishi mumkin yoki boshqa bir gazlar bo'lishi mumkin. Etan propanlar ham mavjud bo'lishi mumkin yoki vodorod sulfid bo'lgan narsalar ham mavjud bo'lishi mumkin. Mana ikkinchi separatorga boradi. Va u orqali yana mana bu yerda kompressiya yoki blower orqali bosib olib transfer qilish uchun, ya'ni o'sha suyuq mahsulotimizni tashish uchun, reaktorga tashish uchun ishlatiladi. Qolgan mahsulotlar mana bu yerda o'tib qizdirgichga boradi-da, qisman qiziydi-da, mana kalonni, reftikasiya kalondan o'shan kalonni, bu kalonning vazifasi o'sha gazlarni maksimal darajada ajratib olish. Aytib o'tgan gazlarimiz propan butan ham mavjud bo'lishi mumkin yoki vodorod sulfid yoki boshqa gazlar mavjud bo'lishi mumkin. Yuqori qismdan chiqadi, havo bilan sovib, mana mahsulotimiz mana bu yerda bir suyuq mahsulot bu yerdan ketadi, gaz mahsuloti bu yerdan ketadi. Pastki qismida mana arashina sifatida ma'lum bir qism berib turiladi. Asosiy mahsulot, ya'ni tozalangan mahsulot pastdan harakatlanadi. Pastdan harakatlanib nasos orqali haydaladida, mana issiqligini bu yerda berib, o'zi mana keyingi jarayonlar uchun ketadi. Ya'ni keyingi jarayonlarimiz o'zi aslida reforming jarayoni yoki gidrokrekking jarayoni bo'lishi mumkin. Ular katalizatorni shu vodorod sulfid yoki azotli birikmalar, kislorod birikmalar zararlab qo'yadi, zaharlab qo'yadi. Natijada katalizator ishdan chiqishi mumkin. O'shandan oldin biz mana bu yerda tozalab olishimiz kerak. Mana jarayon ketishi mana nasos orqali haydalyapti, qizyapti, pechda yanada qizib, reaktorda reaksiya bo'lyapti. O'sha vodorod sulfid, ammiak, suv hosil bo'lyapti mana. Qisman suv ham berib turiladi mana yerda va vodorod ham berib turiladi. Makeup degani bu yerda vodorod. Suv nima uchun berib turiladi? Chunki azotli birikmalar amoniy holatga o'tib, suv bilan birga chiqib ketadi. Mana. Asosiy mahsulot mana bu yerda kelyapti. Tozalangan mahsulot, ya'ni chiqib ketyapti. Gazlarning bir qismi mana kompressor orqali berilib, mahsulot transfer qilish uchun reaktorga ishlatiladi.